Farg'onada yuraklarni larzaga soluvchi mudhish qotillik sodir bo'ldi. Gap shundaki, avvalroq turmush o'rtog'ini o'ldirganligi sababli uzoq muddatli jazoni o'tab qaytgan 60 yoshli erkak bu safar o'z onasining qotiliga aylandi. Ayanchli voqea sodir bo'lgan kun 2025-yilning 31 dekabr sanasi, Yangi yil oqshomi. Tungi soat taxminan 21:30 lar atrofida sudlanuvchi avvaldan tanishi bo'lgan erkak bilan birgalikda mast holatda ko'p qavatli uyda o'zi bilan birga yashovchi onasining oldiga qaytadi. Ayni shu vaqtda o'zi yolg'iz oshxonada spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirgan ona va o'g'il hamda tanish erkak o'rtasida esa ichkilikbozlik avj olgan. Biroq oradan qisqa vaqt o'tib, ona bola o'rtasida tortishuv boshlangach, tanish erkak ularni tinchlantirishga urinib, o'g'ilning yuziga bir marotaba uradi. Ona esa tortishuv yanada kuchayib fojiaga aylanmasligi uchun o'g'lining tanishini uydan chiqarib yuborgan. Sarxush o'g'il esa yuziga urilgan tarsaki alamini olish maqsadida oshxonada turgan 2 dona pichoqni olib, uning ortidan tashqariga chiqadi, ammo erkakni topolmagach, yana xonadonga qaytib kirib, onasiga nega uni chiqarib yuborganligini da'vo qilgancha yana janjallashadi. Janjal davomida sudlanuvchi erkak qarshisida turgan ayol onasi ekanligini ham unutib, avvaliga uning qorniga bir marotaba tepib, yiqitib, so'ng esa qo'lidagi bir emas, naq 2 ta pichoq bilan uning tanasining turli joylariga bir necha marotaba urib, o'z onasining hayotiga nuqta qo'ygan. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida ko'rib chiqilib, ayblanuvchiga sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 2-qismi va bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 2-qismi va bandi bilan uzoq muddatli, ya'ni 21 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoning dastlabki 2 yilini turmaga qamash tariqasidagi qolgan qismini umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilansin. Otasiga qo'l ko'targanni padarkush deshadi. O'z onasini o'ldirganni-chi, nima deb atash mumkin? 9 oy vujudida ko'tarib yurib, ming azob bilan farzandini dunyoga keltirgan onaizor kun kelib ana shu o'g'lining qo'lida ayanchli o'lim topishni hattoki o'ylab ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Afsus.